Men namoz o'qimasam ham ishlarim zo'r ketyapti deydi-yu. Eshitamiz-a shunaqaga. Mana sen namoz deysan, taqvo deysan, namoz o'qimasam ham, taqvodor bo'lmasam ham beryapti menga desa aytamiz, bu taqdir bu. Chunki sen qilayotgan ishni men ham qilyapman, menga bermayapti. Demak, taqdir bu. Allohni tanish, uning buyruq va qaytarg'ilarini bilish, va ana shu buyruq qaytarg'ilarga amal qilishlik haqiqiy tavfiq bo'ladi. To'g'ri-da. Mana haligi Steve Jobs o'lib ketdi. Apple kompaniyasining asoschisi 8 milliard dollar qoldirib. O'sha yashayotgan paytda muvaffaqiyatning ramzi bo'lib qoldi. Steve Jobs desa bu muvaffaqiyatning simvoli bo'lib qoldi, ramzi bo'lib qoldi. Hamma havas qildi, "O" dedi. Mana haqiqiy tavfiq topgan odam dedi. 56 yoshida oshqozon ostida bezini raka bilan ketaverdi. Endi quruq ketdi u yoqqa. Tavfiqmi bu?